Mining-ku bizani. Sizniki mining. Mining nima bilan ishlaydi? Energiya kerak. Absolutno biza xuddi shunday, biza energiya bilan ham ishlaymiz. O'sha uchun biza vetrogenerator bor-ku. Vetrogenerator O'zbekistonda qurish bilan ham shug'ullanamiz. Ya'ni siz o'sha o'zingiz ishlab chiqaradigan miningni energiyasini ham o'zingiz qilmoqchisiz. O'shani qilmoqchimiz va infrastrukturani olib kirmoqchimiz. Bu orqali O'zbekistonga kirib kelmoqchimiz. Davlatga yaxshi proyektlar bilan taqdim qilib ishlamoqchimiz. Bu o'sha uchun hozir kontrakt podpisatsiya qilamiz. Sizni loyihangiz byudjetincha katta bormaydimi? $700 million. 500 million, 700 million dollar atrofida loyiha qiymati. O'sha o'zingizlar ishonyapsizlarmi o'shani yurib ketishiga chiqib, ertaga yarim million. Da. Endi juda katta loyiha, unda juda ham katta audit sistemalar ishlaydi O'zbekistonda. Moliyaviy manbalari qayerdan buni? Moliyaviy manbalari hamma tomondan endi bu NGO'lari bor o'zini. Deganim davlatdan yordam kutmoqchilar. Yo'q. Bu kompaniya o'zi qiladi. Investitsiya hisobiga, investorlar o'zlari investorlar hisobidan. O'z bitta narsani aytaman, internetda ko'p kishi meni ko'rgan, o'sha loyihani imzolayotgan vaqtimiz, vazirliklar bilan imzolayotgan vaqtimiz, $700 million pulingiz bor, nima uchun? Yo'q, deysizlar, bu aytaman, $700 million loyiha bu. Pul yo'q. Ishlayapmiz buni ustiga. Bu narsani masalan bo'lsa Buxoroga qilyapmiz. Bu narsa bo'lsa o'zimizga yaxshi. Energiya bo'ladi O'zbekistonda. Energiya nima degani? Faqat mining degani emas. Hozir eng rivojlanib kelayotgan narsa bu AI, искусственный интеллект, artificial intelligence. Bu nima degani AI? AI ham energiya degani. AI ham video karta degani, AI ham data center degani. To'g'ri. Bu narsani zamiri shu. Men hisoblab chiqdim, dunyoda 12 ta AI ga data center chiqaradigan, ko'chma data center vagonlar chiqaradigan kompaniyalar bor va hammasini market kapitalizatsiyasi $1 milliard dan yuqori. Bu bozor talabi ko'p, taklifi kam bozor. Bu bozorga kirishimiz kerak. Men hozir taklif qilyapman o'zimni partnyorlarimga, kelinglar shuni O'zbekistonda zavodini quraylik. O'zbekistonda vagonlarni o'sha vagonlarni biz chiqarganmiz. O'zimizda vagonlarimiz bor Dubayda, Dubayda, o'zimizda Abu Dabida chiqarganmiz vagonni. Vagon deganda odamlar to'g'ri ma'noda tushunsin-da. Ya'ni qanaqa ko'rinishli u ko'chadagi biz ko'rayotgan temir konteyner. Mana Instagramda qo'yilgan konteyner sovutish tizimi suv bilan ishlaydi. O'sha chiplar, o'sha video kartalar, ASIClarni hammasini sovutishi suv bilan bo'ladi. O'sha konteynerning ichida bo'ladi. Bu ko'chma data centerlar. Ya'ni ko'chma data centerlar hamma kompaniyalarga kerak. Bu kompaniyalar ko'payapti. AI bo'yicha ishlaydiganlar, mining bo'yicha ishlaydiganlar. Agar biz shu narsani O'zbekistonda chiqarsak, tasavvur qiling, qancha biz investitsiya olib kelamiz, qancha infrastruktura yaraladi, qancha interes paydo bo'ladi. O'zbekistonni shunaqa qilib asta-asta adaptatsiya qilib ochish kerak, что chet elliklar ko'rsin, O'zbekiston blokchaynga ochiq. Endi qarang, mana Buxorodan ko'p kriptovalyutachi bilan shug'ullanadigan bolalar, mana bir nechtasini bilaman, ko'pchiligi tasodifmi Buxorodan-da negadir. Mayli, umumiy aytganda O'zbekistonlik yoshlar endi baribir xolimizmi yo'qmi bu sohani yoshlar ko'proq tushunadi va intilish ko'proqda, endi xolimizmi yo'qmi. Va shu bilan birga oldimizda yana muammo turibdi. Millionlab yoshlarimiz oddiy qora ishchilikka xorijga chiqib ketyapti, borib xor bo'lib yurganlari bor. Qanday baholaysiz? Bizning yoshlarning salohiyati mana shu yo'nalishdagi ishlar tortib ketishga yetadimi? Ertaga biz hozir oddiy aytganda borib yetmaydi deyishim noto'g'ri. Yo'q. Shu oddiy yerda borib shkaturka qilib shuvoq qilib yurgan bolani biz o'rgata olamizmi shunga? Bitta narsa deb bilaman. Endi har kim o'zidan kelib chiqib gapirish kerak. Men ham ko'cha changitib yurgan odam bo'lganman. Men ham endi kindirib bo'lmaganman. Qanaqadir dar bo'lishi mumkin, xudodan tez olish qobiliyatim bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa deb bilaman. Men o'zim qatori yoshlarni ko'rganman. Olib ketsa bo'lar. Lekin institutga borganimda bitta narsa bo'lardi Rasul aka-da. Endi o'zimning hayotimdan men institutga juda ham kam borganman. Lekin biror marta domlomga telefon qilib bahomni olib ber demaganman. Ya'ni menda pamyat yaxshi edi. Eshitgan narsamni tez qabul qilib olaman, generatsiya tezroq qilaman, gapiraman. Bahomni hammasini o'zim ham muomalamiz yo'l bo'lgan, olib ketaverganman-da. Lekin yoshlar borib qarardim, darslarda o'tiradi bolalar, dars ham to'g'ri bo'lmaydi. Bolalar вообще tushunmaydi. Men umuman shu darsga kirmaganman. Berilayotgan savolda ichini analiz qilsangiz javobi bor-da. Shunaqa o'sha uchun o'qish tizimimizdan qoniqmaganman. Realni aytaman. Lekin bolalar tortib ketadi deb o'ylayman. Nima uchun bu narsa kelgan? Ubijniy nima uchun kelgan? Chunki atrofimdagi bolalar nima uchun Buxoroda ko'p deyapsiz-ku? Buxoroda shaxsan o'zim boshlab berganman bu narsani. Men minglab Instagramda ko'rgan minglab kartalar ochib tashlaganman. Bu narsani keyin ochiq inson bo'lganman. Ma'lumotlarni beraverganman. Ko'rgan insonlarimga beraverganman, aytaverganman. Bu orqali ko'p yoshlar shug'ullanib ketdi.
hozir aytganimda juda ham buxoroliklar ko'p shug'ullangan bu narsa bilan, juda ham tushunadi. Chunki o'sha yerdan buloqdan chiqib keldik-da biz, tushunib yetib chiqib keldik. O'sha uchun значит ular udalayaptimi? Men shunaqa bolalarni bilaman, milliard pul оборот qiladi. Bu 3 milliard 30 necha milliard bu-ku? 34 milliard. Bu 34 milliard оборот. 7 oyda оборот qilgan. Oddiy yigit. Bu вообще katta pul emas. minuscha bu. Aslida. Ija bu. Реально trillion оборот qilganmiz. Yo'q, keyin qarang. Men nimaga so'rayotganimki, ya'ni shu sohaga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsak, biz shu yerda o'zida qancha bu yoshlarga bu bo'yicha bir bandligini ta'minlay olamiz yoki ish o'rni qila olamizmi degan savolga javob olmoqchiman-da. Qancha potensialimiz bor? Bitta eksklyuziv narsa ochaman-da. Bu tub burilish bo'ladi O'zbekistonda iqtisodiyot uchun.